Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Hammalarga ma'lum YouTube dunyodagi eng cho'ng tor betning birisi. Balkim ba'zi do'stlar YouTube'ni ishlatishni uqmasligi mumkin. Chunki bu tor betni ochgandan keyin hammasi inglizcha yozib qo'ygandan keyin do'stlarniki men inglizchani uqmayman deb jabhalla ishlatmaslik mumkin. Amaliyotda ishlatishga nihoyat oddiy shu mudda bilan bir ishlatishga qulaylik bo'lsin deb material ishlagandim. Do'stlarniki bu materialni ko'rib ishlatishni o'rganib olishni umid qilaman. Oldi bilan biz ustal yuzga kelaylik. Ustal yuzga kelsak, bu yerda chambarakning ichiga qolsak, bu yerda internet degan bir narsa odatda biz to'rga chiqsak, shuning orqali chiqmas. Buni ikki qatim chekkandan keyin ma chiqadi. Miya chiqqandan keyin birinchi chambarakka qarasak, bu yerga adres, tor betning adresini yozib qo'ygan. Bu yerga www.youtube.com yozib, ikkinchi chambarakka qarasak, yozib qo'ygandan keyin jurnalda degan xato. Buni cheksak, bu tor bet ochildi. Mana bu ochilgan holda biz hotelga Baidu'ning o'xshash yo Google yo Uyg'urcha izlashga o'xshash biz xohlagancha kalımız kelganini shu xatni yozib izlasak bo'ldi. Biz bu yerda hamda Mo'minjon deb yozib qo'ylik. Birinchi chambarakka qarasak, yozib bo'lgandan keyin ikkinchi chambarakka qarasak, bu yerda search degan xato bu hamda izlash degan mazmun chiqadi. Searchni cheksak, bu yerda Mo'minjon to'g'riliq bir necha material bor. Birinchi chambarakka qarasak, 1dan 20gacha about 20. Bu degani hamda Mo'minjon to'g'riliq jami 20 material izlab tepildi degani. Mana suratlar bor ekan, biz xohlagan suratni cheksak bo'ldi yoki bo'lmasa suratning qishdagi temasi ekan, temani cheksak bo'ldi. Biz bu yerda 3-chi astiki chambarakka qarasak, Mo'minjonniki yo'q dema degan naqshga o'xshaydi. Buni cheksak, Mo'minjonning naqshisi qo'yildi. Miya chambarakdan bir necha qarab bakalım, tepadan başlab. Miya 7 September 30 2006 deb turdi. Bu degani 2006-yili 9-ayning 30-kuni yo'lda degan material. Asti qarasak, views 1344, bu degani jami 1344 qatim ko'rildi deydi. Astiki chambarakka qarasak, bu yerda comments 3 deydi. Bu degani hamda 3 qatim fikr yo'lladi degan gap. Ma chambaraklar favqulodda muhim emas, ammo shunda tushunasaqlar bo'ldi. Hamda biz xohlagancha boshqa bir narsani yozib izlab bakalım. Bu yerga Abdukarim Avluz deb birinchi chambarakka qarasak, Abdukarim Avluz deb izlab bakalım. Bu yerga ikkinchi chambarakni search izlashni bassak, bu yerda Abdukarim Avluz to'g'riliq jami birinchi chambarakka qarasak, jami 8 material tepildi degan gap. Biz astiki suratni cheksak bo'ldi yoki bo'lmasa suratni o'tiribdiki temini cheksak bo'ldi biz xohlagancha. Ammo ikkinchi chambarakka qarasak astiki biz birinchisini chekib bakalım. Chekkandan keyin bu yerda o'zligidan qo'yildi. Endi chambarakga qarasak, eng besh sol tarafdan boshlab keldi. Kunduzi to'rga chiqqan adam bir qadar jiq bo'lgandan keyin to'rni surtsal astaroq qo'ygan. Sol tarafga birinchi chambarakni qo'ygan chog'da ba'zi chog'da menga qatvelib bo'lgan ishlar bo'lgan. Bu ham kesh vaqtisiz qo'ysak, to'rga chiqqan adam oz bo'lgandan keyin bir qadar yaxshi qet olmayli manqan ishlar jiq bo'ldi hamda. Shuning uchun kunduzi qetvel menib qolgan chog'da sol tarafga birinchi chambarak ashni chekib qo'ysak, chekib qilib kichikilib o'tib birdan 1-2 minutdan keyin ankiz qo'ysak, bu qet olmaydi. O'tir qarasak, bu ovozniki yuqori tuvan chekib tortsak yuqori tuvan bo'ldi. O'ng tarafga qarasak, buni o'ng taraf chambarakka qarasak, buni bir qatim cheksak, materiali butun ekran chiqadi. Bu yondirmoqchi bo'lsak, knopka taqtisiniki sol tarafga tepadagi ESC knopkani bossak qaytaydi.
Bayatın qo'shash biz hamda xiyolimiz kelgan har qanday materiallarni agar shu materiallarni to'g'ri yo'llagan bo'lsalar biz bayatın qo'shash ko'zga ega shu temni yozib ko'rsak agar shu materialni yo'llagan bo'lsa tepildi agar yo'llamagan bo'lsa o material tepilmaydi. Gerçi bu bayatın deganga o'xshash bu ingliz to'rbet o'sma ishlatishga nihoyatda oddiy. Jiq bu xatni yozishni to'lmasaqmi ishlatib ketgan bo'ldi. Oxirida do'stlarningki bu ishlatishni o'rganib olgandan keyin urug' tuqqanlarga, ota-onalarga, do'stlarga ishlatib qo'yishni, ishlatib o'rgatib qo'yishni umid qilaman. Do'stlarningki vaqt chiqarib ko'rganiga ko'p rahmat.